Salom, Vogue Japan bilan ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Bu Jimin, bu esa Jungkook. Bugun sizlarga biz sumkamiz va ularning ichidagi narsalarni ko'rsatamiz. Qani, avval sumkalarimizni ko'rsatamizmi? Bu mening sumkam. Men seni yoningda sneklar olib yurasan deb o'ylagandim. Men Jungkook sneklarni yaxshi ko'rar ekan, eslatganing yaxshi bo'ldi. Energiyam kam payt gammilardan yeyman. Ularni shuning uchun o'zim bilan yurasam, ha, ular shu yerda. Ba'zida shirin narsa yegim kelsa, shularni yeyman. Shunga men shuning uchun nimadir yegandan keyin chesnokka o'xshash narsa yesang, og'zing hidlanadi. Ha, yomon hidlar uchunmi? Ha, shunga yordam beradi. O, menga bitta ber. Ha? Birinchi ko'rsatadigan narsam hamyonim. Bu hamyon. O, bu juda muhim. Ha, hamyon muhim bo'lgani uchun. Mening eng sevimli narsam bu kartamni ushlab turishi. Hamyon-da. Lekin shu kunlarda men kredit kartasi bor hamyonlarni ishlatyapman, chunki menda naqd pul yo'q. O'zingni hamyoning ko'rsat. Uni ishlatsang, ikkita olib yuraman. O, rostdanmi? Ikkita hamyon, bunisi yoqadi. Bu hamyonmi? Aldama, rostdan. Bu sneklarning idishiga o'xshaydi. Musorga o'xshash, lekin bu hamyon. Ha, shunday ekanda. Agar uni shunday holatida ham ko'chada tushirib qoldirsang, uni hech kim olib ketmaydimi? Bo'lishi mumkin. Hech nimangni yo'qotmaysan va bu kattarog'i. Bunda kartalarimni olib yuraman. Naqd pul esa bunda. Aldamachi, bu qanday hamyon? Kashli yo'q pul uchun. Rostdanmi? Rostdan uzun hamyon. Xo'sh, bunday qilaman. Xo'sh, keyin men deyarli buni qildim. Keyingisi va oxirgisi bu men uchun lab balzam olib yuraman. O'ylaymanki, buni nima uchundir ishlatasan. Bilmayman, ancha yildan beri. Uyimda bundan 9 tacha bor. Agar yo'qotsam boshqasini olaman. Lab balzami. Ozgina ishlataman. Men ham lab balzam olib yuraman. Uni olib kelganman va og'iz spreyim bor. Mening uyimda bor. Bu og'iz uchun, xullas nima deylardi? Nafas spreyi. Ipi ham bor. Bu siyoh rang ekan. Rangsiz nam. Lab balzamini qanday tanlaysan? Menga yog'lilari yoqmaydi. Va og'iz yuvish uchun vosita olib yuraman. Bu narsa og'iz tozalagich bilan. Bu Koreyaniki, uni Amerikasi yoki boshqasi bor. Sendagi Amerikanikimi? Ha, har xil moddasi bor. Mashinamning kaliti. Haydashni juda yaxshi ko'raman. Lekin menga yoqmaydi tez haydash va tez yuradigan mashinalar. Bu to'g'ri. Ha, menda bori shu. Hozir bu bo'sh. Menda ham ko'p qolmadi. Kalitlarim bor. Velosiped haydayman, uning kaliti va mashinamning kaliti. Atir. Mana. Hidini yaxshi ko'raman. Zaryadchigim ham o'zim bilan. Zaryadchigim. Uni 4 ta kabeli bor. Bu bilan uydan uzoqda ham yashay olasan. Ha, shuning uchun. Lekin bu yerda juda ko'p narsa bor. Naushnikim, ba'zida kameramni olib yuraman, shuning uchun ham. Ularni ham quvvatlash kerak. Bir vaqtda nechta narsani zaryadlaysan? Buni yonimda olib yursam xotirjam bo'laman. Odamlarga yordam berasanmi? Batareyang tugadimi? Senda hammi? Ilhom olasanmi? Bo'lishi mumkin. Va oxirgisi ko'zoynaklar. Qani taqchi? Yo'q, rostdan ko'zoynak. Faqat ko'proq rangli linzaga o'xshaydi. O, juda yaxshi ko'rinadi, juda ham zo'r ko'rinyapti. Qora linzali ko'zoynaklar. O'ylashimcha menga uncha yarashmaydi. Shuning uchun bu turdagilarni taqaman. Siz ko'zlarimni yaxshiroq ko'rasiz. Senga yarashdi. Bu shakl juda nozik. Shunda sayohatga borsang, bularni hammasini olib yurasanmi? To'g'rimi? To'g'ri. Bu yerdagi eng kerakli narsa nima? Birinchisi bu meni hamyonim. Bu bo'lishi shart. Va tish pastam, tish shotkam, og'iz yuvish vositam va bu. Atir hammasi kerakli va bu ham. O, mening telefonim doim hamma yoqda olib yuraman. Bu kameraga o'xshab rasmga olish uchun. Chunki bu men ilgari ishlatganlarimdan ham ancha yaxshiroq va yangiroq modeli hisoblanadi. Shuning uchun bu qulay. Ishonchim komil, muxlislar buni biladi.
Lekin Jungkook rasmga tushishni sevadi. Bir nechta kamerasi bor. Agar yangi kamerasi bo'lsa o'zi bilan olib yuradi, lekin uni qayta ishlatmaydi. U bizni suratga oladi. Sen bilmaysan. Qachonki sayohatga borsak, men doim Jiminning yuzini olaman, chunki u juda kulgili. Shunday qilib bularni barchasini qulayliging uchun olib yurasan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Koreyada bo'lsam, bularni barchasini olib yuraman o'zim bilan. Shunda chetga chiqsang, bundan ham ko'p bo'ladimi? Unda chamadonim bo'ladi, shuning uchun ko'proq narsalarni ola olaman. Bilmayman, bularni qanday olib yurasan? Hammasini sumkangda olib yurasan. Xuddi sumkangga solib yurganlar kabi. Bular oson. Bu ham sumkamga ko'p narsalarni solmayman, shuning uchun ko'p narsa olib yurmayman ham. Shunga oz narsa solib yuradigan sumka menga yaxshi tuyuladi. Balki shu sababli men kichkina sumkalarni juda ham yaxshi ko'raman. Ha, shunday, bu yoqimli emasmi? O'zingni sumkang haqida gapir. Debyutimizdan oldingi holat bilan solishtirsak, bunisi yaxshiroq. Menda yaxshiroq, to'g'rimi? Oldin yomonroq edi. Hozir esa menga ko'p cho'ntakli sumkalar juda ham yoqadi, katta sumkalar. Ichlari bo'linmalarga ajratilgan. Bu sumkalar ham. Bular bilan men juda ham ko'p narsalarni olib yurishim mumkin. Senga mos keladi. Papkalar juda yaxshi deb o'ylayman. Chetda olib yurish uchun qulay. Bular bizning sumkalarimizdagi narsalar edi. Ha, juda yaxshi. Sen ham. Ha, endi bularni qaytadan ichkarisiga solish kerak. Seniki ko'p vaqt oladi, to'g'rimi? Meniki oson. Shu holatimda ham ketaveraman. Ishlaring tugatdingmi? Juda ko'p ish qildim deb o'ylayman. Bo'ldi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Doim bo'ling salomat. Xayr. Bye. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Sarvinoz bo'ldi. Xuddi shu kabi videolar uchun like va obuna tugmasini bosishni unutmang.